kaminga nechi qishda vashshi maza qilib o'tiradigan joy ekan. Arabskiy stilda zo'r qilib qo'yishgan ekan. Assalomu alaykum, zan kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bunaqa manzarada maza qilib o'tirishga nima etsin? Hovlini qaranglar. Bay. Bir paytlar juda ham seriozli odamlarning bo'lgan bu hovlimizni zo'r taklif bilan chiqyapman sizlarga. Yashil hududlarni qaranglar, kattaligini. Orqasida 8 sotu. Bu yog'imiz 8 sotu. Bu yoq tayyor biznes. Video davomida ko'rsataman. Dachning qilib qilingan. Bu yog'imizni xolisiyli o'rtadan bo'lib turib, xolisiyli 3 sotu, xolisiyli 4 sotu qilib variantga mashina berasizlarmi, uy berasizlarmi? Любойchasiga gaplashaman deyaptilar. Hovlimiz prosta bekor yotibdi, shu maqsadda sotilyapti. O'shancha variant, mashina barter, uy barter ko'rib chiqiladi hammasi. Kirish yo'ligimizdan ko'ryapsizlar, kattaligini, patololari balandligini. Bir 10 ta uy bor, xudo xolisi bemalol paltarashga qurilgan, paltarashgani ham bo'yini baland qilib qurgan ekanlar. Ko'rsanglar, xudo xolisi ichidagi narsa, jihoz, mebel, texnikalar qoladi. Xolisinglar o'pshi olinglar, mazza qilib yashaysizlar. Xolisinglar 3 yoki 4 sotu, xolisinglar 8 sotu. Xolisinglar o'pshi 16 sotu. Juda ham zo'r ekan. Narxini aytaman sizlarga. 4 sotu qilaman desanglar 125 ming qilib beraman deyaptilar. Orqa tarafi narxini ajini aytaman sizlarga. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Endi qanaqa bo'linadi? Oq-ko'klarga lekin juda ham zo'r variant. Shunda o'rtadan bitta devor tortishadi. Ichkarini ozgina perdelka qilishadi. Men video davomida sizlarga qayerdan qanaqa darvoza ochilishini tushuntirib ketaman. Videoni oxirigacha ham ko'ring. Xudo xolisi maza qilib yashayveradigan joyi. Manzilga keladigan bo'lsa, katta ittifoq. Yoshlilinchini postidan taxminan 5 kilometr, undan kam bo'lishi ham mumkin. Nazarbaydan ham kirib kelaverasizlar. Xolisinglar Toshmina postidan ham kirib kelaverasizlar. Eng zo'r yo'l Yoshlilinchini postidan bez probka tekis asfalt qilib qo'yilgan, yangi asfalt. Umuman mashinalar titramasdan maza qilib kelasizlar. Kirib chiqish xudo xolisi probkasiz bo'ladi. Qani videoni oxirigacha ham ko'ramiz. Oxirida orqadagi dachning zo'r biznesimizni ko'rsataman. Birinchi qavatimizga kirib oldik. Paltarashkani balandini qilib qurishgan ekan. Bu paltarashka emas, bemalol 2 qavatli uyni yo'laymiz. Xo'p, kirganimizda mana shunaqa o'tiradigan katta hol qilingan. Bitta zo'r tarafini aytaman, haligi boshida aytib o'tganimizdek, uy 2 ga bo'lsa varianti, xolisinglar bitta qilib olsanglar ham, bittan zimniy garaj bo'lgan bir paytlar yoki mo'ljallashgan da kansa qilishmagan. Ko'rasizlar, bemalol yo'lay. To'g'ri mashina olib kiradigan joy qilasizlar, xolisinglar darvozaxona qilib, perdelkada to'g'irlab olsa bo'ladigan variant. Xo'p. To'g'rida hammom tualet qilingan ekan. Lekin katta uy xohlaydiganlarga juda ham zo'r variant. Bitta hojatxona. Bitta yunks qo'yilgan ekan. Motorchilar bilan hozirgi paytda betlarda suv yaxshi, suv berib yubordi betlarga. Hammomi. Bu yoqqa bir vanna qo'yib, nimadir qilsangiz bo'ladi. Men taklif berardim, bu devorlar katta oshxona qilib yuborsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, bu yerda bitta katta xonamiz bor. Ikkita chetida ikkita katta xona qilingan ekan. Mana oynamiz ham ko'ryapsizlar, kattagina. Oldi ko'chaga qaragan. Mana tushib ketdi. Oldi ko'chada kattagina oyna qo'yib ketilgan. Zo'r, juda ham zo'r. Xullas, tepani ko'ramiz. Videoni oxirida ancha zo'r bir tushuntirib beraman. Oxirigacha ham ko'ringlar, like va podpiskasidan chiqmasin. Hammamizning farzandlarimizga, nevaralarimizga qarang. Farzandlari judo bo'yicha nechidir karra chempion ekan o'zi ham 1, 2, 3, 4 mana sanab bitta sanoqqa yeta olmayman.
Juda yutuqlari ko'p ekan. Malades, omadini bersin. Undan ham ko'p yutuqlarga erishsin. Hop, hovlimizni uyga kirib oldi. Hayvondan. Shunday uy kirsa, katta bitta zal ekan. O'zi ham bir 10 metrli zal bo'lsa kerak. Hop, bu yerda endi shu sportsmen ukamizning narsalari turar ekan. Qaranglar, katta zal. Zaldan shunday kiramiz, bitta katta hol. Dam olib o'tiradigan, televizor ilib, mягкий joy qilib qo'yadigan, o'zi ham joyi ekan. Oynalar ko'rasizlar, katta-kattagina. Juda ham zo'r, yaxshi qurilgan, unda xolasi baquvvat. Yotoqxona bitta. Zo'r qilingan taraflardan bittasi aslida yotoqxonalar ichida o'zini sanuzeli bor. Yana bitta yotoqxona. Oldi ko'chaga oynasi qaragan, konditsioner bor. Ichida o'zini hammom tualeti bor. Uyimizni xudo xolasa men aytdim, chiroyli qilib, uborga qilib kelishiliga zo'r qilib qo'yishadi. Anchadan beri kelishmayotgan ekan. Bu yerda yana bitta eshik, bu yerda ham kichkina koridorchi bor. Общийga hojatxona tashalgan. Bu yerda yana bitta yotoqxona. Ichida o'zini sanuzeli bor, xuddi shunaqa. Bitta xona qilib qo'ysalar bo'ladi. Ichida hojatxona, hammom tualetlarigacha ham qilingan. Juda ham zo'r. Zo'r tarafini aytaman sizlarga. Videoni boshida ham aytdim. Отдельно 8 sot отдельно xohlasanglar bu yoni ham bo'lib turib 4 sot отдельно qilib beraman debdilar. Zo'r taraf yana bitta bo'lib berishga ham beraman debdilar. Qanaqa bo'lib berishga? Misol uchun 50 ming 60 ming pul berasiz, qolganini variant ham qilib beraman. Barter varianti liboyni ko'rib chiqaman debdilar. Dom, pom farqi yo'q. Yana bitta xona va yana bitta spalniya xona. Ichida o'zini sanuzeli bilan. Mana usti zo'r qilib qo'yishgan ekan. Shu tepanozda hozir 4 ta sanuzel. 4 ta sanuzel o'zi uy ichida. Hali pastki xonalar bor. Oho, zo'r. Prosta klass. Bemalol 3-4 oylik bemalol sig'ib ketadi. Uyligimizdan to'g'ri kirib kelasizlar. Vodopodga bitta e'tibor beringlar. Maza qiladigan joy mashitda ekan. Bolalarimiz yetarli darajada ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ko'rib turganinglardek bitta u yoqda eshik bor, bitta bu yoqda eshik bor. Uchlarni bitta obzor qilib beraman. Bemalol Mamutda yozda maza qilib o'tiradigan joy. Shoboda bu yoqdan to'g'ri kirib keladi. Maza qilib o'tirasizlar. Uy ichilarini bitta obzor qilamiz. Videoni oxirida narxi bo'ladi, xudo xolasa. Bu hovlimizning orqa ko'chasi, bemalol mashina kirib chiqib yuradi. Podvalga отдельный vxod bor ko'chadan. Endi bitta zo'r tarafini aytaman, sizlarga aytdim-ku, tayyor biznes dedim-ku. Kalitga eshik qilingan. Va bularga necha deysizlar? Tandir, рабочий hammasi. 3 ta qozon, oshxona qilib qo'yilgan, bu yerda tapchan qilib qo'yilgan. Endi masalani kerakli joyga olib chiqaman. Kirib ko'rasizlar. Bu yerda отдельный kladovka bor. Bu yerda hojatxonamiz bor. Kladovkaning ortiqcha narsalar qo'yadigan joy. Endi bu hovlini ikkinchi tarafini ko'ringlar. Sport zali ham bor ekanda. Voy. Yashil hududga ega. Kattaligini ko'rasizlar. Zabor orqasi ko'rsatgan hovlim. Ana endi bu yog'ini ko'ringlar. Tennisli stol. Dacha bu, rost ekan dacha, toqqa chiqib yurmaysizlar. Endi men uyning ichini bitta ko'ringlar. Mazza qiladigan joyi. O'tiradigan joy. Bu yerda bitta yotoqxona bor aka menimcha. Bitta yotoqxona. Kaminga necha. Qishda vashshi mazza qilib o'tiradigan joy ekan. Arabskiy stilda zo'r qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda bitta spalniyamiz bor. Mana vapshi zo'r ekan. Bu yerda bitta sanuzel bor. Hozircha yopiq ekan. Bu yerda oshxona qismimiz bor. Ayollar boriga kirmadi, lekin Mamut vashi boshqacha bo'pti. Deb o'tirib olib, ana o'yin bor.
Qibla bu yoq tarafda ekan, xudo xolisi. Qiblani ko'rsatib qo'yadigan qilib qo'yishgan. Zo'r, klass, prosta klass. Hoji akamniki bemalol olib bersangiz, bu yerda gullatib yashnatib o'tiradilar. Binoni polniy podval 100% podval qismi bor. Eng zo'r joyi bu yoqda, hozir ko'rasizlar. Podvalni bitta ko'ringlar, keyin bu yoqni ko'rsataman. Katenligimiz chetda ekan, ortiqcha narsalar. Mana katta podval, sex foydalanishar ekan. Ko'rasizlar. Kattagina podval, o ko'rsatganim eshikdan kirib chiqib, ko'chadan kirib chiqaverasizlar. Plitalar taxlangan. Uyi qurilishiga 5 emas, 25 qo'ysa ham bemalol ko'taradi, ishoninglar menga. Endi qiziq joyini ko'ramiz azizlar. Bu shu aytgan videoni boshida ko'rsatgan hovlim. Bu yog'inichi. Mana vodopad hammasi oqib turadi. O'tiradigan joy. Gap yo'q lekin bor. Stol. Mazami. O'choq qozon. Kechqurungi aurasi vaqti zo'r bo'lsa kerak. Rakvina, qozon ikkitalab, mangal, maza qoradigan joy, hojatxona. Zo'r, prosta klass. Bet kinozal qilib qo'yishgan ekan. Kechqurun bu yoqqa olib chiqib beramaysiz deyaptilar. Endi mana bu qarang. Chempion uyi chempion bo'ladi har doim. Nima deyapti bu? Mazami? Tog'ga chiqib yurasizlarmi? Shahardan atigi 5 kilometr narida. Mana. Eshikni yopib qo'yasizlar, proyektor qo'yib qo'yishgan. Vola. Kino ko'rib, maza qilib o'tiradigan joy. Yana bitta plyusiga kiraman. Finskiy sauna. Elektronli. Ikkita dushovoyimiz bor. Razdevalkamiz. Hey. Bilaman. Oramizda bor bunaqa narsalarga qiziqadiganlar. Katerni xonamizni va bitta hojatxonamiz. Aytib o'tganimdek azizlar, variantga mana sizlarga zo'r variant. Uyolsa domga deysizlarmi, hovliga deysizlarmi, mashinaga deysizlarmi? Ya'ni hozirgi paytda narxi bo'lsa barter ham qiladilar. Variantga ham beradilar. Normalniy pulini bersanglar, studiya pulini bo'lib berishga ham beradilar. Bu yoq tarafimizni shu tunukadan bu yog'ini 250 ming dollar so'rayaptilar. Pastda har doimgidek joy egalarining raqami. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, tepadagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.